Assalomu alaykum. Navbatdagi ehsonimiz Maftun opamiz o'zini bobolari nomidan 10 ta joynamoz tarqatib berishimizni iltimos qilgan hamda onasini nomidan 10 ta joynamoz, bir quti xurmo ehson qilamiz. Bobolari olamdan o'tgan ekan, Alloh taolo joylarini jannatdan qilsin, bilmasdan qilgan barcha gunohlarni o'ziga kechirsin. Qilayotgan ehsonlaringiz Alloh taolo o'z ro'yida husn qabul aylasin. Ketdik. Endi Ali ibn Abi Talib qarang. Bir dona xurmoga yarasha ishlab, bir dona xurmoni olib Fatima Zahroning oldiga kelyapti. Yo'lda birov Alloh uchun bir narsa bering deyapti. Allohning nomini o'rtaga qo'ygan uchun Ali roziyallohu anhu berdi. Chunki ishonchi aniqda Alloh uchun bersa qaytishi. Alloh uchun berilgan narsa albatta qaytishligi ishonchi komil. Bizning iymonimiz komil, lekin bitta ona bo'lsa bermaslikda, to'g'rimi? Ikkita bo'lsa ham mayli, bittasini olib qolardik. Bir dona ya. Yana qaytarib o'taman, yarim kilo bo'lganda mana ikkitasini berish oson. Bir donani olib berdi. Uyga qaytib keldi, onasiz. Nima bo'ldi keyin qissani davomida? Qani ona Fatimani, ona yo'q, biroz so'radi, berdim deb turdi, eshikni taqillayapti. Ali ibn Abi Talib eshikni ochsa, bir odam qo'lida xolta bilan turibdi. Qancha vaqt o'tdi deysizlar? Abdurrahmon ibn Avf bersa, ertalab kech payt berar ekan Alloh. Ali ibn Abi Talibni bitta onori qancha muddatda qaytib keldingizlar? Haligi eshik tagida turgan odam